Va nihoyat 4-darsni ham boshlab oldik. ESLintni to'liqroq ko'rib chiqishga boshlaymiz. Kelinglar, bu darsimizda biz sizlardan nimalar ko'ramiz? ESLint konfiguratsiya fayllarini turli formatlarda tushuntiramiz. Env, Global, Override va ESLintni brauzer va not muhiti uchun qanday sozlashni bilib olamiz. ESLint konfiguratsiya fayllari, ya'ni formati. Bu fayl format ESLint, misol uchun archie.json klass nomi eng keng tarqalgan hisoblanadi. Va ESLint config, ya'ni config.jslarda dynamic config kerak bo'lsa ishlatiladi. ESLint config.js bo'lsa, ya'ni flat config ESLint 8+, ya'ni zamonaviy va kuchli formatda bo'ladi. ESLint misol uchun ESLint rc.jsondan ko'rsak, bizlar e'tibor bering, browser true, not true turibdi. Va extend, ya'ni ESLint recommended, rules esa semi. Endi ESLint tiers misolida ko'radigan bo'lsak, module env not true, browser false va endi bu yerda esa extend ESLint recommended, rule boshqa. Va uchinchisida esa hozir MJS holatda bo'lyapti va uni mana bu ko'rinishda turibdi. Bu bizlarda hozirgi turgan ko'rinish, ya'ni zamonaviy turdagisi. Xo'p, endi muhim propertiyalarni ko'rishganimiz ESLintga kod qaysi muhitda ishlashini bilishimiz uchun bizga env kerak bo'ladi. Savol bo'lyapti, hozir kimdir miyasi va browser, not tushunmadan tushuntirib bering. Xo'p, buni mana bu yerda env qayerda, ya'ni env ichida bo'lishi kerak. Env qayerda ishlatilganligini taniydi. Browser true bo'lsa, bu front-end, React, Vue.js, Windows dokument IO'lar uchun. Not true bo'ladigan bo'lsa, backend, Node.js, Express, ya'ni required, misol process, journey, ya'ni ikkalasi Next.js, ya'ni monorepo, universal utilitieslar har ikkalasi ham muhim global hisoblanadi. Bu yerda sodda qilib mana bu nimaligini tushuntirib o'tib ketilgan. Global, ya'ni maxsus global bo'lsa, maxsus global o'zgaruvchilarni aniqlash uchun ishlatiladi. MyApp global misol read only hisobida bo'ladi. Oversight alohida fayllar uchun maxsus ESLint sozlamalari bo'ladi va oversight bor bizada. Oversight, ya'ni files bor, ya'ni qanaqadir overridesning asosiy bir bizga podдержкасы nima bo'ladi? Bu bizga nima qilib beradi o'zi asosan? Fayl, misol uchun tasavvur qiling, sizda proyektingizda test yozyapsiz. Va o'sha test qismida esa shunday, ya'ni .js, ya'ni qanaqadir .test yoki .js bor yoki yozgan bo'lsangiz va u yerda qaysi fayldan yozyapsiz, jest yozyapsiz va uni true qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu darsda men Visual Studioga o'tib boshqa davom etmayman. Просто mana shu vazifani yaxshilab o'qib, o'zinglar uchun sinab va Telegram kanalda menga jo'natib qo'yishni esdan chiqarmasanglar bo'ldi. Va har bitta darsdan keyin o'sha dars uchun, ya'ni videolar orasida yoki boshqasi yoki kommentariyaga yozib qo'yinglar yoki boshqa bir qanaqadir usul bilan menga jo'natinglar. Chunki bularni men o'qib, ko'rib, sizlarning qanchalik o'rganayotganinglarni men o'zim bilib boraman. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni har xil fayl formatlari har xil ehtiyojga mos. Endi ESLintga qaysi globallarni tanishini aytadi. Globals, overrides bo'lsa, yanada aniqroq nazoratni beradi bizga. Frontend uchun bizga nima deyapti? Browser true bo'lishi kerak. Backend uchun bo'lsa, not true bo'lishi zarur. Darsimiz shu yerda tugadi.